79 savolga qaraydigan bo'lsak, ma'lum sharoitda 8,96 litr azot, ya'ni 896 litr degani bu 0,4 mol bo'ladi degani. 0,4 mol azot bor ekan va 2,24 litr H2E degani bu 0,1 mol bo'ladi 2,24 litrimiz. Demak, tashkil topgan gazlar aralashmasining geliga nisbatan zichligi 12,1. Ya'ni 4 ni 12,1 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 48,4 gram bo'ladi. Mana shu gazlar aralashmasining molyar massasi. Ya'ni 1 molning massasi 48,4 gram ekan. Lekin bizda jami gazlar 1 mol emas, balki 0,4 plus 0,1 jami 0,5 mol gazlar aralashmasi bor. 0,5 molni qancha deb topadigan bo'lsam, ikkalasini massasi kelib chiqadi. 48,4 0,5 ko'paytirib 1 ga bo'lsam, yarmi degani 24,2 gram ekan. Yarim mol mana shu aralashmaning massasi 24,2 gram. 24,2 dan azotning massasini ayirib tashlayman. 24,2 azotni massasini ayirib tashlaydigan bo'lsam, ayiraman 0,4 ko'paytirilgan 28. Manda qoladi mana bu H2 ni 0,1 molning massasi. Demak, 0,4 mol bo'lsa 28, 56, 11,2, 24,2 dan 11,2 ni ayirsak 13 qoladi. To'g'ri topdim adashmasam. 0,4 ni ko'paytiramiz 28 ga, ayiramiz 24,2 dan. 13 gram qoldi, to'g'ri. 13 gram bu H2 ni 0,1 molning massasi. Biz H2 ni molyar massasini topish uchun 1 molni topishimiz kerak. Bizda 130 kelib chiqdi. 130 dan biz vodorodni ayirib tashlaydigan bo'lsak, 2 ni 128 gram qoladi. 128 gram adashmasam bu selenning massasi. Hozir ko'ramiz. Selenning massasi emas ekan, tellurmi? Tellurning massasi ekan. Demak, 128 tellurning massasi, H2 ning formulasi H2T. Demak, B javob bo'ladi, to'g'ri javob.